Uzun PHP dersligi 6-cı qism PHP hisoblash ifodasi. Darslikning asosiy mazmuni tövəndiki 4 mazmunni o'z ichiga oldi. Asosli hisoblash ifodalarining turlari bo'lib, bular matematikalik hisoblash ifodalari, qiymat yuklash hisoblash ifodalari, shuningdek selektiv hisoblash ifodalari va logikalik hisoblash ifodalari bo'lib, biz tövəndə bularni ko'rib boqaylik. Matematikalik ifoda, masalan, qo'shish belgisi, elish belgisi, ko'paytirish belgisi, bölüş belgisi, ankima modlash belgisi, yani qoldiqini elish belgisi, birini qo'shish belgisi, birini elish belgisi deb ma belgilar. Buning izohati deganda ma hozir deganimizga o'xshash. Endi misol keltirsak, masalan x dan 2, x qo'shilgan 2 bo'lsa, bu natijasi 4 chiqadi degan gap. X dan 2 bo'lib 5 ilingan x bo'lsa, bu 3 chiqadi degan gap. Endi misol ko'rib baqsaq, PHP da yozgan vaqtimizda makod qaraydigan bo'lsak, A ga teng 5 degan qiymatni berdik, B ga 10 degan qiymatni berdik. Andan keyin C deganimiz A dan A ga B ni qo'shganga teng. Bu yerda bu qiymatni ko'rsatib beraman deganda A qo'shilgan B teng C deb olsak, natijasini ko'rgan bo'lsak, mana 5 qo'shilgan 10 teng 15. Andan keyin D deganimiz B dan A ni iling, 10 dan 5 ni iling. Buning natijasi 5 chiqadi. Mana ko'rsatilgandek. Anki A ga B ni ko'paytirgan 50. B ga B ni A ga bo'lsak, buning qiymati 2. Mushunga o'xshash, mush hisoblash ifodalarini ishlatish orqali mush programmada bevosita hisoblash ilib bora olamiz. Ham natijasini unda qulaylik holda ko'rsata olamiz. Buning qiymatiga biz buningdan yuqori qiymatlarni yoki buningdan murakkab qiymatlarni bersakmi bo'laverdi. Andan keyin qiymat yuklash ifodalari. Amaliyotki ifoda bilan izohatniki demakchi o'g'ini o'xshash. Masalan, tang degan gapning o'zi x tang y. Undan keyin qo'shilgan tang degan gap, mana shu 2 qo'shilgan tang y deb ma'noda yozsak, bu deganimiz dal x tang x qo'shilgan y deganga tang. Undan keyin ilingan tang deganimiz 2 ilingan tang y ma'noda yozsak, bu x tang x ilingan y deganga tang. Ma'qul usullari hamda naytı ma'ni qisqartib yozish bo'lib, biz program yozgan vaqtimizda ko'p ishlatamiz. Ma'ni biz yodlab olmasak bo'lmaydi. Yoki selektiv hisoblash ifodasi deymiz. Buningda hamda ma qiymatiga to'g'ri xatolikqa hukm qiladi. Selektirgandan keyin, masalan 5 bilan 8 tangmi deb bunda tanglik belgisi qilsak, unda bu xato. Undan keyin 5 bilan 8 tang emasmi degan ma hukm ifodasini qilsak, bu to'g'ri, ikkisi tang emas. Yoki 5 8 dan cho'ngmi degan hukm qilsa, bu xato. 8 dan kichik. 8 5 dan cho'ngmi deganga mana to'g'ri, shu. Mushta holatda hukm qilishga bo'ladi. Yoki logikalik hisoblash ifodalari deganda, masalan, bu va degan belgi PHP da ikki tal endi belgisi orqali ifodalanadi. Yoki yoki degan belgi ikki tal tussizlik orqali to'g'risizlik orqali ifodalanadi. Andan keyin emas belgisi bu undash belgisi orqali ifodalanadi. Buning qiymati nima degan masalan x tang 6, y tang 3 bo'lsa, 2 10 dan kichik, y 1 dan cho'ng bo'lgan qiymati esa x haqiqatan 6 deganimiz 10 dan kichik, 3 deganimiz 1 dan cho'ng. Shuning buning qiymati to'g'ri. Mana logikalik ifodani biz matematikada o'rganamiz. Ham bularni ifodalarini yodlab olamiz.